Gaz limiti haqida tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling. Tabiiy gaz uchun isitish mavsumida belgilangan bazaviy me'yor respublikaning barcha hududlarida 15-martga qadar uzaytirildi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Ob-havo prognozlarining yangilangan kutilmalariga ko'ra, sovuq havo massasi O'zbekistonning boshqa hududlariga ham kirib kelishi ehtimoli tufayli isitish mavsumi uchun belgilangan 500 kub metr bazaviy me'yor barcha hududlarda 2026-yilning 15-martiga qadar uzaytirilgan. 15-martdan keyin esa ob-havo sharoitidan kelib chiqib, zarur bo'lsa qo'shimcha choralar ko'riladi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida tabiiy gaz uchun isitish mavsumida belgilangan bazaviy me'yor 15-martga qadar uzaytirilgandi.